Saudiyaga kelganda o'zingiz bilan nimalar olib olishingiz kerak. Men odatda nimalar olib olaman? Mana. Hop, bu meni chimadanim va yengil shalvarlar, futbolkalar va bunaqangi yengil kiyimlar olib olaman. Sababi o'tda ko'p yurasiz. Ko'p yurganingiz uchun tegi yumshoq Skecherslar iloji bo'lsa, tapchikalar, shunga o'xshash narsalar olib olinglar va albatta mayza olib olinglar. Oyog'inglar mazoli bo'lib qolishi mumkin ko'p yurganinglardan. Undan tashqari o'zingizlarning organizminglarni o'zingizlar bilasizlar. Shaxsan men tez shamollayman, o'shaning uchun har doim o'zim bilan shamollashga qarshi dorilar olib yuraman. Sizlar ham o'zingizlarni bilgan holatda qanaqadir dorilarni olib olishinglar kerak bo'ladi. Sababi bu yerdagi aptekalardagi dorilar bizdagi aptekalardagi dorilar bilan farq qiladi. Undan tashqari elektron tasbeh yomon emas, agar o'zingiz bilan olib olsangiz va eng kerakli narsalar bular eng ko'p almashtiriladigan ichki kiyimlar. Ya'ni ustki kiyim bo'lishi mumkin, lekin naskilar, mana qaranglar qancha naski olib olganman mana. Qancha naskilar olib olganman. Va boshqa narsalarni ham olaverasizlar o'zingizlar bilib. Agar sizlarga ham ishonchli umra xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, B2 menejmentga murojaat qilinglar. Biz sizlarga yordam beramiz.